Qosh malaklarim keldi. Zakaz qildim Vidora do'konidan. 4 xil rangi. Men yaxshi ko'rgan ranglarimdan biri bu mokriy asfalt rangini, ya'ni hozir grey deb chiqibdi. Nomi oldin mokriy asfalt edi. Mana ichida cho'p chiqadi va o'zini xilasi. Sharigi bo'ladi. Sharigini olib tashlaymiz va qoshimizni yog'sizlantirib olish kerak bo'ladi. Prosta ho'l paxtacha bilan artdim va quritdim. Qoshimizga xuddi o'smani qo'ygandek qo'yib olamiz. Bu xina aniq allergiya bermaydi, chunki men o'zim juda allergichniman. Agar masalan soch kraskasiga o'xshagan qosh bo'yoqlari bo'yasam, qoshim achib, qizarib, ishib ketadi. Sizlarda ham shunaqami allergiyasi bor qizlar bo'lsa, yozib yuboringlar kommentariyaga, qanaqa kraskalar ishlatib yurgansizlar. Mana qoshimga qo'yib oldim. Endi 1 minutdan 5 minutgacha bemalol ushlasanglar bo'ladi. Ya'ni qayta qo'yib, 1 minut ushlaydigan qizlarimizda tez ketib qoladi. Ko'proq ushlasanglar uzoqroq turib beradi. Paxtani qo'llab keluvdim. Mana oddiy suvli paxta bilan artib tashlaymiz. Mana xuddi tеневой растушевкadek chiqadi. Menga yoqadigan tomoni tabiiy bo'lib turadi. Qichitmaydi, achitmaydi. Xullas buni originalini Vidora do'konidan topasizlar. Videoning oxirida adresini tushuntirib o'tib ketganman. Ko'rsatilgan video ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilsanglar, sizlarga dastavka xizmatlari ham bor. Uzr, juda ham ko'p ortiqcha tovushlar bo'lib ketdi.